Qadrli do'stlar, Zakanalda 5 qavatli uyda 3-qavatda 3 xona yangi playirovka sotuvga chiqyapti. To'g'ridagi xolodilnik bilan zaldagi televizor chiqib ketadi. Qolgan hamma yo'q qolar ekansizlar. Uy вообще ideal holatda, ayog'lar tayponi laminat qilingan. Kirganda mana shunday qilib devorlarni o'shacha dizayn qilishga. Keyin yangi planda ko'pchilik bilan kelib mayda koridor bo'ladi. Egalari koridorni yopib tashlab, katta qo'rishgan ekan sanuzel ichini. Ba'dan o'tib ketish bo'ladi to'g'riga. Verandaga, oshxonaga chiqadigan yo'l bo'ladi, yopib yuborishgan ekan. Juda ham chiroyli qilishibdi. Ikkita narsa chiqib ketadi, qolgan narsalar joyida qoladi. Aynalar Aquaplus. Отопление duv konturniga qo'yilgan. Mana bitta detskida televizor bor. Shuna qilib chiroyli qilib, mana shunday qilingan. Bag'da kattalar yotoqxonasi. Bag'da o'zining televizori bor. Bag'da kladovkasi. Zalni ko'ramiz. Zal. Mana patologdan poyni aynali qilishgan ekan. Mana shu televizor chiqib ketadi. Konditsioner bor, ishlayapti. Ikkitadan televizor, konditsioner bor mana. Verandaga o'tish shunaqa qilishgan ekan, chiroyli qilib. Mana mayda duv konturni ishlayapti. Oshxonasi. Keyin oshxonadan keyin ba'zida detskiy spalni bor. Uyda holati cho'tki qizlar. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Puli kelishilgan holatda Zakanal Lazzat magazini orqa tomonida joylashgan. 3-etaj, yangi planirovka. Uy sotuvga chiqyapti qizlar.